Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi darsimiz umumta'lim maktablari 8-sinf o'quvchilari uchun Surxondaryo viloyati mavzusida, demak, taqdimotimizni namoyish qilamiz. Taqdimotimiz rejalari. Birinchi rejamiz iqtisodiy geografik o'rin va tabiiy boyliklar. Ikkinchisi ma'muriy hududiy bo'linishi, aholisi, qishloq xo'jaligi hamda sanoat haqida bugun sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Dastlabki rejamizda iqtisodiy geografik o'rin va tabiiy boyliklari. Surxondaryo viloyati 1941-yil 6-mart kuni tashkil topgan. Viloyat O'zbekiston Respublikasining eng janubiy qismida joylashganligi uchun iqtisodiy geografik o'rni, qulay va noqulay tomonlarini hozir sizlar bilan ko'rib o'tamiz. Surxondaryo viloyati O'zbekistonning eng janubida joylashgan viloyat hisoblanadi. Viloyat 3 ta qo'shni davlat bilan chegaradosh, ya'ni shimol va sharq tomondan Tojikiston davlati bilan, g'arb tomondan Turkmaniston davlati bilan, janub tomondan Afg'oniston davlati bilan chegaradosh hamda shimoli g'arb tomondan Qashqadaryo viloyati bilan chegaradosh bo'lganligi uchun viloyatning iqtisodiy geografik o'rni birozgina noqulay deb ta'rif berishimiz mumkin. Sababi O'zbekiston Respublikasida joylashgan ikkitagina viloyat, Toshkent viloyati hamda Surxondaryo viloyati, demak 3 ta mamlakat bilan chegaradosh. Surxondaryo viloyatining iqtisodiy geografik o'rni noqulay deyishimizga yana bitta sabab respublikamizning eng chekka hududida joylashganligi hamda qo'shni mamlakatlar bilan katta masofada chegaradosh ekanligi bu mamlakat iqtisodiyotini yuritishda, demak, bir qancha noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Surxondaryo viloyati tabiiy geografik kartasiga e'tibor beradigan bo'lsak, tabiiy geografik jihatdan shimoli g'arb hamda sharq tomondan tog'lar bilan o'ralgan hamda janub tomondan ochiq, ya'ni tekislik hududi bilan Amudaryo orqali tutash hisoblanadi. Surxondaryo viloyatining relyef shakli juda ham xilma-xil. Surxondaryo viloyatida turli xildagi biz relyef shakllarni uchratishimiz mumkin. Ya'ni dengiz sathidan 300 metrdan boshlab, ya'ni bu Termiz shahri hududiga to'g'ri keladi. 300 metrdan boshlab respublikamizning eng baland hududi bo'lgan Hazrat Sulton cho'qqisigacha bo'lgan 4643 metr balandlikkacha bo'lgan masofani, demak, Surxondaryo viloyati relyef shaklida biz ko'rib turishimiz mumkin. Shuning bilan birgalikda Surxondaryo viloyati eng janubda joylashganligi uchun subtropik iqlim mintaqasiga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham eng O'zbekistonning subtropik o'lkasi hisoblanadi. Yagona bo'lgan O'zbekistonning subtropik iqlimda joylashgan viloyati hisoblanadi. Hududning yana bir o'ziga xosligi shundan iboratki, janubda issiq va quruq afg'on shamolining esib turishi viloyatning qishloq xo'jaligiga salbiy ta'sir ko'rsatish omillarini ham belgilab beradi. Bu omilni ham, demak, biz mana bu strelkamiz orqali kartada yo'naltirganmiz. Janubdan kirib keladigan, demak, quruq afg'on shamoli qishloq xo'jaligi ekinlariga albatta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mana bu holatlarimizda, tasvirlarimizda ko'rib turibmiz. Bu yerda, demak, afg'on shamoli yuzaga kelganda, demak, Termiz shahri, umuman olganda Surxondaryo viloyatining tekislik hududlarida katta ta'sirga ega ekanligini, bir sutkagacha, demak, afg'on shamolining ta'sirini sezish mumkin. Tekislik va tog'larda yaylov sifatida foydalaniladi Surxondaryo viloyatida. Demak, tog'lardagi turli xil mevali daraxtlar, ya'ni oziq-ovqat sanoati uchun qimmatli xom ashyo hisoblanadi. Demak, Surxondaryo viloyatining relyef shaklidan kelib chiqib, Surxondaryo viloyatining tog'li hududlarida asosan chorvachilikning qo'ychilik yo'nalishi yaxshi shakllanganligini ko'rishimiz mumkin. Aynan bu qo'ychilik Surxondaryo viloyatida ikkita tarmoqni tashkil qiladi. Birinchisi hisor qo'ylarini boqish. Hisor qo'ylari bilamizki, go'shti uchun boqiladi asosan. Vazni eng yirik qo'y zotlari hisoblanadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyatining tekislik cho'l hududlarida qorako'l qo'ylari ham boqiladi. Qorako'l qo'ylarining boqishdan asosiy maqsad, demak, sifatli teri mahsulotlari bilan, demak, ta'minlash hisoblanadi. Surxondaryo viloyatida foydali qazilmalar Qashqadaryo viloyatiga nisbatan ham ko'p. Yer bag'rida, demak, gaz, toshko'mir, rangli metal, mana foydali qazilma konlarini ko'rishimiz mumkin. Bu, demak, toshko'mir, polimetal,
neft, tabiiy gaz va neft va tabiiy gazning birgalikda uchrashi, osh tuzi kabi bir qancha foydali qazilma konlari bor. Bu esa o'z navbatida viloyat iqtisodiyotini rivojlantirishda, demak, katta ahamiyatga ega. Chunki bilamizki, foydali qazilma konlarining potensiali sanoatda eng yuqori ulushni tashkil qilishi kerak. Jumladan, Sariosiyo tumanidagi Xonjiza polimetal koni bugungi kunda viloyatdagi eng yirik, demak, sanoat korxona ahamiyatiga ega bo'lgan korxonalardan biri hisoblanadi. Xonjiza polimetal konida rux, qo'rg'oshin, mis va kumushning katta zaxiralari mavjudligi aniqlangan va bugungi kunda, demak, foydalanib bu kon faoliyatini yuritib kelmoqda. Viloyatning ma'muriy hududiy bo'linishiga to'xtaladigan bo'lsak, viloyatning ma'muriy hududiy bo'linishi bo'yicha bugungi kunda 14 ta qishloq tumani hamda 865 ta qishloqlardan iboratligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Surxondaryo viloyatining siyosiy ma'muriy kartasidan ko'rib turibmiz. Eng katta qishloq tumani bu Sariosiyo tumani hisoblanadi. Viloyatning eng chekka shimolida joylashgan, hududi 3,86 ming kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Bundan keyingi o'rinlarda Boysun tumani, Sherobod tumani, Qumqo'rg'on, Uzun tumani kabi, demak, qishloq tumanlarimiz o'ziga xos bo'lgan maydonga ega va eng kichik tumanlar sifatida Angor, Bandixon, Oltisoy tumanlarini biz keltirishimiz mumkin. Bularning maydoni 1000 kvadrat kilometrga ham yetmaydi. Termiz viloyatning ma'muriy hududiy madaniy markazi hisoblanadi. Biz yaxshi bilamizki, O'zbekistonning aholi geografiyasi mavzusidan Surxondaryo viloyatining eng aholisi yaxshi shakllangan shaharlardan biri, demak, Termiz shahri ekanligini. Termiz shahrida bugungi kunda 200 mingga yaqin, qariyb 200 mingga yaqin aholi istiqomat qilishi statistika ma'lumotlaridan ma'lum. Termiz shahri qadimdan O'rta Osiyo uchun mavjud xarakterli shaharlardan biri hisoblangan. Termiz shahri hozirgi kunda obod manzilga aylantirilgan. Shaharda O'zbekistondagi yagona bo'lgan Amudaryo porti, shuningdek 1995-yilda ishga tushirilgan zamonaviy aeroport, demak, faoliyatini yurityapti. Viloyat aholisiga to'xtaladigan bo'lsak, viloyatda 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 2.945.500 kishi istiqomat qilmoqda. Bu degani viloyatda tabiiy ko'payish sur'atlari juda ham yuqori. Tabiiy ko'payish sur'atlari yuqori bo'lgan respublikamizdagi viloyatlar ichida, demak, albatta Surxondaryo viloyatini ham keltirib o'tishimiz kerak. Aholi zichligi 1 kvadrat kilometrga bugungi kunda 146,5 kishi to'g'ri kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu nima degani? Bu degani O'zbekiston aholi zichligidan deyarli 2 barobar ko'proq degani. Bu yerda, demak, aholi zichligi ko'rsatkichlari, mehnat resurslarining yuqori ekanligini ta'kidlab o'tish joiz. Termizda demak, qishloq xo'jalik xom ashyosini qayta ishlash yoki boshqa qo'shni davlatlardan, Afg'oniston Islom Respublikasidan, Turkmaniston davlatidan Amudaryo porti orqali, demak, keng foydalanilmoqdaki, demak, mahsulotlarni ayirboshlashda, demak, savdo-iqtisodiy aloqalarni amalga oshirishda bu Amudaryo portining ahamiyati beqiyos. Termiz bilamizki, qadimda harbiy shahar sifatida ko'z oldimizga gavdalanadi. Qadimgi harbiy shahar sifatida, ya'ni Termiz shahri hududi nafaqat O'zbekistondagi, balki sobiq ittifoq davrida eng chekka harbiy hudud sifatida barpo bo'lgan. Keyinchalik hozirgi kunda Termiz shahrida bir qancha madaniyat va ma'rifat markazlari, bir qancha oliy ta'lim muassasalari, bir qancha bozorlar, banklar, umuman olganda Termiz shahrining qiyofasi butkul o'zgargan deyishimiz mumkin. Bu albatta hammasi mustaqilligimizning sharofati bilan. Shuningdek, Termizda respublikamizdagi kam sonli hayvonot bog'i,
O'rta Osiyodagi eng yirik arxeologiya muzeyi kabi, demak, bundan tashqari o'lkashunoslik muzeylarining faoliyat yuritayotganligini ham ko'rishimiz mumkin. Denov qadimgi yirik savdo va hunarmandchilik markazi hisoblanadi. Bu viloyatdagi eng yirik shaharlardan biri. Bugungi kunda Denov tumanida 460 mingdan ko'proq aholi istiqomat qilyapti. Denov tumani 1924-yilda 29-yilda demak temir yo'l o'tgach, Denov tumani tez rivojlanishga erishdi. Bugungi kunda Denov tumani viloyatning shimolidagi eng yirik sanoat markazi, viloyatning eng shimolida joylashgan, demak, aholisi eng ko'p bo'lgan tuman sifatida gavdalanadi. Denov shuningdek qishloq xo'jaligi xom ashyolarini qayta ishlash, ishlab chiqarish, paxta tozalash, sharob, moy sut, g'isht zavodlari, umuman olganda bir qancha qurilish materiallari demak sanoatida ham Denovning o'rni beqiyos. Shuningdek, Denovda Shredder nomidagi Respublika bog'dorchilik, uzumchilik va sharobchilik ilmiy tadqiqot institutining tajriba stansiyasi ham joylashganligini alohida aytib o'tishimiz mumkin. Viloyatning qishloq xo'jaligi asosan agrosanoat majmuasi yetakchilik qiladi. Bu yerda demak qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini demak ikkilamchi mahsulotga aylantirish, ya'ni yarim tayyor mahsulotga aylantirish holatlari ham mavjud. Mustaqilligimizning dastlabki yillarida aynan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini, ya'ni xom ashyoni tayyor mahsulotga aylantirish borasida juda ko'p amaliy ishlar amalga oshirildi. Shuningdek, har bir viloyatda paxtani qayta ishlaydigan zavodlar, tekstilniy fabrikalari bunyod etildi. Surxondaryo viloyatida ham bugungi kunda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlaydigan agrosanoat majmualarining turli xil tiplarini ko'rishimiz mumkin. Masalan, go'shtni qayta ishlaydigan zavod va fabrikalar, demak, uzumni sharob qilib ishlab chiqaradigan zavod, fabrikalar yoki qishloq xo'jaligi mahsulotlari, ya'ni bog'dorchilik mahsulotlarini konserva qiladigan zavodlarning faoliyatini ham bugungi kunda ko'rishimiz mumkin. Qishloq xo'jaligining asosiy tarmoqlari viloyatda g'allachilik, paxtachilik. Paxtachilikda bilamizki, paxtachilikning ikkita tarmog'i bor. Bu ingichka tolali paxta hamda demak paxtachilikga asosiy bo'lgan paxta tolasini yetishtirish. Surxondaryo viloyatining iqlimi aynan ingichka tolali paxtani yetishtirishga ixtisoslashgan. Bundan tashqari bog'dorchilik, uzumchilik, go'sht sut chorvachiligi kabi sohalar viloyatda yaxshi rivojlangan. Aholining qishloq xo'jaligida, ya'ni faoliyatida mevachilik, polizchilik, sabzavotchilik muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki viloyatimiz respublikamizdagi agrosanoat mahsulotlarini majmuasini yetkazib beruvchi yirik viloyatlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa Denov va Oltinsoy tumanlarida bog'lar va uzumzorlar ko'p. Aynan Denov va Oltinsoy tumanlaridagi uzumzorlar ham va ularni yetishtirish hosili bo'yicha ham respublikamizda salmoqli o'ringa, oldingi o'rinlarda turishini alohida ta'kidlab o'tish joiz. Chorvachilik, hozirgi kunda chorvachilik tarmog'i viloyatda yaxshi rivojlangan, ya'ni chorvachilik klasterlari yaxshi shakllangan. Shuning uchun chorvachilikda intensiv chorvachilikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etgan. Demak, bu yerda intensiv chorvachilik deganimizda chorva mahsulotlaridan soniga emas, sifatiga qarab hosil olish, ya'ni yaxshi go'sht beruvchi zotdor qo'ylar yoki qoramollarni yetishtirish demak ishlari amalga oshirilmoqda va boshqa Yevropa mamlakatlaridan olib kelingan zotdor qoramol mahsulotlari demak viloyatimizda moslashtirilmoqda. Dehqonchilikni rivojlantirishda Surxon va Sherobod daryolarining ahamiyati beqiyos. Chunki aynan mana shu ikkita
daryo havzasida joylashgan, daryoning tekisli qismida joylashgan yerlarda sug'orib dehqonchilik qilinadi. Mana bu tabiiy kartamizda ko'rinib turibdi. Demak, relief shaklining tekis bo'lgan hududlarida aynan sug'orib dehqonchilik qilinadigan yerlar maydoni katta hududni egallaydi. Shuningdek, viloyatimizda Surxondaryo viloyatida 5 ta suv ombor faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu suv omborlarining asosiy faoliyati, demak, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda suv bilan ta'minlash, ya'ni daryo suvini rejimini tartibga solish, shuningdek qishloq xo'jaligi uchun kerakli vaqtda suvni taqsimlab berish. Bu suv omborlari Sarosiyo tumanidagi To'palang suv ombori, Oltinsoy tumanidagi Digres suv ombori, Qumqo'rg'on tumani hududida joylashgan Janubiy Surxon suv ombori, Jarqo'rg'on hududida joylashgan Oqtepa suv ombori, Termiz tumani hududida joylashgan Uchquzi suv omborlari, demak, mana shu suv omborlar sirasiga kiradi. Tog'li tumanlarda go'sht, tivit, dag'al, jun uchun angor echkilari boqilishi ham, shuningdek, jahonga mashhur bo'lgan Surxon suri terisining aynan mana shu Surxondaryo viloyatida yetishtirilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatda sanoat zalvori katta emas, chunki qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ulushi sanoat mahsulotlari ulushidan anchagina yuqori. Mana bu diagrammamizda ham ko'rib turibdi. Respublikamizda yetishtiriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarining 9,1%ni, demak, qishloq xo'jaligi yetishtirib bersa, sanoatning ulushi esa respublikamiz miqyosida 1,6%ni tashkil qiladi. Bu degani, demak, Surxondaryo viloyati sanoatga emas, qishloq xo'jaligiga ko'proq ixtisoslashgan viloyat sifatida gavdalanadi. Sanoatning asosiy tarmoqlari, demak, yengil sanoat, oziq-ovqat sanoati, un yorma sanoati kabi sanoat tarmoqlari Surxondaryo viloyatida yaxshi rivojlangan. Hududda sanoatni rivojlantirish, tabiiy boyliklardan oqilona va samarali foydalanish uchun qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Masalan, so'nggi yillarda Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida Surxon Cement Invest kompaniyasi tomonidan, demak, katta hajmdagi, demak, sement qazib olish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, Surxondaryo viloyatida yangi tarmoqli korxonalarning sonining ko'payayotganligi ham ahamiyatga molik. Ya'ni bularga, demak, quyosh energiyasidan maksimal foydalanish uchun aynan Sherobod tumanida katta hajmdagi elektr energiyasini kelajakda ishlab chiqarish uchun, demak, quyosh panellarining o'rnatilganligi ham bunga yaqqol misol. Sobiq ittifoq davrida Surxondaryo viloyati hududida qazib olinadigan neftning tarkibidagi bitum qotishmasi ko'pligi sababli asosan u yo'l qurilishida ishlatilgan. Surxondaryo viloyatida yuqorida ham aytib o'tdik, foydali qazilma konlari juda ham ko'p, ammo ularning tarkibidagi sifatli mahsulotlarning ulushi biroz pastroq bo'lganligi uchun sanoat korxonalarining kamligi yoki sanoat korxonalarining tarqoq joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Bu xomashyodan qo'shimcha mahsulot olish uchun Jarqo'rg'on neftni qayta ishlash zavodi bunyod etilgan. Bu yerda, demak, zavodda yiliga 80 ming tonna neft qayta ishlanib, benzin va dizel yoqilg'isi olinayotganligi haqidagi ma'lumotlar mavjud. Viloyatda vujudga kelgan ijtimoiy muammolarni bartaraf etish, aholini ish bilan ta'minlash maqsadida yangi sanoat korxonalarining barpo etilayotganligi, transport magistrallarining barpo etilayotganligi viloyat iqtisodiy ijtimoiy rivojlanishida katta ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi yillarda Qumqo'rg'on, Sarosiyo, Denov, Sho'rchi tumanlarida qator to'qimachilik komplekslari vujudga keldi va paxta tolasini qayta ishlash hajmi 20-25% ga yetdi. Yetkazish, demak, mo'ljallanmoqda bugungi kunda. Bir paytlar, demak, Surxondaryo viloyatida paxta qayta ishlash sanoati deyarli umuman yo'q edi. Va mustaqillikning dastlabki yillarida bor yo'g'i bittagina, demak, paxtani qayta ishlash sanoati mavjud edi. Buni ham alohida ta'kidlab o'tish joiz. Kon sanoati ham bugungi kunda viloyatda yaxshi rivojlanyapti. Hozirda Hovdoq, Uchquzil, Lalmikor, Kakaydi kabi mana shu konlarda, demak, foydali bo'lgan neft, tabiiy gaz qazib olish ishlari amalga oshirilyapti. O'zbekistondagi 3 ta yirik ko'mir konining ikkitasi Surxondaryo viloyatida joylashgan.
Bular demak Boysunda joylashgan To'da ko'mir koni hamda Sarosiyo hududida joylashgan Sharg'un ko'mir koni. Bu konlar demak yopiq usulda, ya'ni karyer usulda qazib olinadi. Sifatli tosh ko'mir konlari hisoblanadi. Respublikamizdagi 3-ko'mir koni bu Qo'ng'ir ko'mir koni hisoblanadi. Toshkent viloyatining Angren hududida joylashgan. Viloyatda yiliga quvvati demak 900 ming tonna ko'mir yetkazib beradigan zamonaviy yoqilg'i kompleksi barpo etish kelajakda rejalashtirilmoqda. Shaharda viloyatda paxta tozalash zavodi, sut, yog', non, go'sht kombinatlari, limonad zavodlari, binokarlik materiallari ishlab chiqariladigan boshqa mahalliy sanoat korxonalarining ahamiyati ham demak, hurmatli tinglovchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi darsimizda quyidagi adabiyotlardan foydalandik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.